Fan hali tushuntira olmagan qobiliyatlarga ega hayvonlar mavjud. Ularning ayrim imkoniyatlari hanuz sirligicha qolmoqda. Aksolotl oyoq-qo'llarini, ichki a'zolarini, umurtqa pog'onasini, ko'zlarini va hatto miyasining ayrim qismlarini ham chandiqsiz qayta tiklay oladi. Fan hozirgacha uning regeneratsiya qobiliyatini takrorlay olmagan. Tardigrad ochiq kosmos vakuumida, qaynab turgan lava haroratida va yadroviy radiatsiya ta'sirida ham tirik qoladi. U 30 yilgacha suvsiz yashay oladi. Elektr Uger o'ziga zarar yetkazmasdan 600 voltgacha elektr toki ishlab chiqaradi. Bunday imkoniyatni birorta ham sun'iy texnologiya takrorlay olmagan. Pistolet krevetka panjasini chaqmoqdek yopib, harorati quyosh yuzasidan yuqori bo'lgan pufakcha hosil qiladi. Bu jarayonda plazma paydo bo'ladi. O'rdak burun ultra binafsha nurda neon rangda yorishadi va tumshug'i bilan elektr impulslarni sezadi. Olimlar evolyutsiyaga bu nima uchun kerak bo'lganini hanuz bilmaydi. 8 oyoq, 3 ta yurakka, 9 ta miyaga va shaklini o'zgartira oladigan yuqori intellektga ega. Uning aqli boshqa hayvonlardan alohida evolyutsiyalashgan. O'lmas meduza jarohatlanganda yoki qariganda qarish jarayonini orqaga qaytaradi. Bu hodisa biologik o'lmaslik deb ataladi. Bombardier qo'ng'iz tanasidan qaynab turgan kimyoviy suyuqlikni o'qday otadi. Shunga qaramay, u hech qachon o'zini kuydirmaydi. 5 tebratar krevetka inson tasavvur qila olmaydigan ranglarni ko'ra oladi. Uning zarbasi o'qdan ham tez. Bargli dengiz ajdahosi suv o'tlari kabi harakatlanadi. Yirtqichlar uni atrof muhitdan ajrata olmaydi. Agar bu sahifani yo'qotishni istamasangiz, bizni har kuni ko'rish uchun hoziroq obuna bo'ling.